Va to'rtinchi sabab aynan aka-ukalarda bir tom ostida yashab turib, bir-biriga nisbatan xafagarchilik, kelisha olmaslik, ahillik bo'lmasligiga sabab bu raqobat. Tasavvur qilaylik, bir aka u uyda katta bo'lyotdi. 2 yoshga kirdi, esini tanidi, 3 yoshga kirdi va ota-onasi doim unga 100% e'tiborni berardi. Bir joyga olib borsa faqat uni olib borishardi. Bir o'yinchi olishsa faqat unga bo'lardi. Endi nimadir bo'ldi, vaqt o'tdi va oyisi kasalxonadan, tug'ruqxonadan bitta chaqaloq olib keldi. Uka olib keldi, singil olib keldi. Va hamma narsa endi ikkiga bo'linadi. E'tibor, vaqt, o'yinchoqlar, aylantirishlar. O'shandan boshlab katta aka o'ylaydi. Bir narsa menga kelmayotganiga mana shu ukam singlim sababchi deb o'ylaydi. Hali u yosh, hali u unga do'st bo'lgani, sirdosh bo'lgani, eng yaqin inson kelganini u hali bilmaydi. Mana shu yerdan sekin-sekin ozgina xafagarchiliklar rivojlanadi. Kichkina u hali ovqatini olib qo'yadi qo'lidan, o'yinchog'ini o'ynab olib ketib qoladi. Mana shu narsalar uni xayolidan o'tadiki, mana shu ukammi deb, singlimmi deb, menda nimadir yetishmayapti deydi.